Mana hurmatli do'stlar, 3-molimiz. Biz o'nsab qo'yganmiz bunga. Jarayonida hozir ko'rib bir bahosini berasizlar. Like, kommentariyani ayamanglar. Qaytgansa turing. Hozir magnit yutkizganmiz bunga, uzog'i yarim soatdan oshib qoldi. Xudo xolasa hozir tortyapmiz yaxshi niyatda. Nima yegan endi bunimiz? Xudo xolasa mana ko'ramiz. Nima bor? Miqmi yonidagi? Mana mayda miqmi? Mana 50lik miq. mana hurmatli do'stlar. Pachimlikda nima soqasi. Demakda shurup ham bor ekan. Haligi lampichkani naqa deydi. Razvedkani nimasi? Shaybasi. Shaybasi. Bu aka mana patronniki otib olganda tushib qolgan yeb qo'ygan. Mana nimasi? Drabilkani pichog'i. Mana. O'zlaring ko'rib turgandek, bizda hammasi haqiqat, ishonarli. Mana. Shunday narsa. Qattiq ketdi. Mana. Miqni qaranglar. Miq qarang, yangi miq ekan. Qurilish bo'lsa, qurishdagi akalarga berib yuboramiz mana. Perchatkamiz yo'qolib qoldi lekin. Perchatkamiz qayerda qoldi? Shu molimizdan chiqdi, hurmatli do'stlar. Mana. Shunday xizmatlar kerak bo'lmasin, ammo boda kerak bo'lib qoladigan bo'lsa. Yashiringani bor ekan u. Arkada. Bunisini ko'rmay qolibmiz u. Arkada shu samarezi qarang. Nima tunikafonchi akalar uchun. Nima temirni samarezi ekan bu. Ana. Bunisini ko'rmay qolibmiz, ammo yashirinib qolgan ekanda. Ana. Endi bunga like bosmasalang bo'lmaydi endi. Like bosgan insonni xonadonda ham shunday mollar nasib qilsin. Faqat sog'lom. Sog'lom xudo xolasa. Mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar.